Rossiyada o'zbek tojiklarning qadriga yetmagandilaring, mana ahvol. Rossiyada ishlayotgan hindistonlik migrantlar tomonidan Rossiya fuqarosi bo'lgan bir insonning sapkavoy bilan boshiga urib, kaltaklangani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda katta muhokamalarga sabab bo'ldi. Ushbu voqea jamiyatda keskin norozilik uyg'otib, ko'plab blogerlar bu holat yuzasidan o'z fikrlarini bildirishdi. Rossiyaga Hindiston migrantlarini olib kelib ishlatishi oqibatida Hazayin kelib, to'g'ri ishlatsa sapkoy bilan boshiga molday urdi o'zi. O'shaning uchun tojiklar bilan o'zbeklarni, qirg'izlarni qadriga yetish kerak edi. Bitta like bosib qo'ylar, bitta bosayotgan like'lar 10 ta insonga yetib boradi. Bir mazza qilishsa ruslar buni ko'rib, ey bilan kayf qildim. Shuningdek, Rossiyada istiqomat qilayotgan vatandoshlarimiz ham bu masala bo'yicha video murojaatlar bilan chiqdi. O'zbeklar bilan tojiklarni qadriga yetmagan rossiyaliklar hindlarni ishlatolmay, gapini o'tkazolmay, sapkavoy lapatka bilan boshidan itdek kaltayapti, ko'rasizlarmi? Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring. Господь спросит, кто полностью правил, и кто душу дьяволу продал. Вы начали на веру и правду, вам приказ мусорской лишь. O'zbeklar bilan tojiklarni qadriga yetmagan rossiyaliklar hindlarni ishlatolmay, gapini o'tkazolmay, sapkavoy lapatka bilan boshidan itdek kaltayapti, ko'rasizlarmi? Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Mana bularning ahvolini ko'rasizlar. Bizanikilar o'z mehnatini toza qilib, pulini halollab, toza ishlab yurdi. Ming afsus, mana bizanikilarni chiqarib yuborib, bularni olib kelishdi. Endi mana mashina qilib sapkavoy lapatkadan kaltayni yeb yurishadi. Alloh rozi bo'lsin. Jigarlarim, mana shu videoga bitta like bosib qo'yinglar. Ko'proq odam ko'rsin shu videoni. Bu hindlar даже kun sal sovisa, ko'chaga chiqib qori ham kurashmas ekan. O'sha Rossiyadagi yashaydigan aholilarni o'zlari hashar qilib qorni tozalashayotganini ham mana ko'ryapsizlar. Rossiyadan chiqarib yuborilgan o'zbekistonlik, qirg'izistonlik, tojikistonlik jigarlar hech ham qayg'urmanglar. Rizq Allohdan, Xudo xolasa o'zingizlarni davlatingizda ham ish topib, bemalol ishlasanglar bo'laveradi. Rossiyada o'zbek tojiklarning qadriga yetmagandilaring, mana ahvol. Xorazmda bir gap bor-ku, "Sol opalaringni" deydi-ku. O'sha gaplarga. Mana videoni ham ko'ringlar-da. Tong sahardan sizlarga bir go'zal manzarani ko'rsatay. Bugun 2026-yil 13-yanvar sanasidagi holat. Mana 3 kunlab qor yog'di. Dvorniklarni rosa kutishda kelib tozalarmikin deb. Hech kim kelib tozalamagandan keyin ishongan hindlari in-iniga kirib yo'qolib ketdi. Mahalliy aholi o'zi hashar uyushtirib, hashar yo'llari bilan mana guvohi bo'layapsizlar. Ha, mana shunaqa bo'ladi. O'zbek bilan tojiklarning qadriga yetmaslik. Hindlarga vaqti poxxo'y. Ularni qorni to'ysa bo'ldi. Ular o'zbeklarga, tojiklarga, qirg'izlarga o'xshab, bolam chaqam bor ekan, uyimga pul jo'natishim kerak ekan, oilam kutyapti degan o'ylovi, mehnatkashligi, unaqa narsa yo'q bo'ladi. Ularga vaqti pa barabar. Qorni to'ysa kun o'tsa bo'ldi, kayfini qilib yuradi. Battar bo'laring.